Akalar Cobalt avtomobilni olib qo'yganmiz. Ha, biroring. Rolni shunaqa turgan joyida urganda ortillagan ovozlar bor ekan. Hozir mana ayblanib topdik. Stavzati tiyaga. Ikkala tomoni ham ketgan. Rolni urganda ortillagan ovozlar chiqadi. Eshitilayotgan bo'lsa. Bo'ldi aka. Akalar mana Cobaltimizni stavzati tiyagalariga qo'yganmiz. Ortillagan ovozlari shu stavzati tiyagadan chiqqan ekan bunga. Pinnilar yetilib qolgan ekan. Shu suv kirib, ortillagan ovozlar chiqavergan. Turgan joyida rolni urganda ortillagan ovozlar chiqqan. Hozir mana akamiz ishlarni chiqarib ketkizib beryapmiz. Shopir aka, ovoz yo'qoldimi? Bo'ldi aka. Xudo xohlasa ishlarni chiqarib ketkizib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy avtoservisga murojaat qilasizlar. Ishlar sifatli, alohida yetkazib beramiz. Joylar sog' bo'lsin.